Dikşimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün Çislak 2023 yıl 7. ayının 14. günü yaptığı cüme vatandaşım. Endiki silahı sözleydiğimiz, liksiyemiz, devamlı sözleyimiz en âli yol yürek. Washington, Aksaray. Devlet bir xatarlığı məsləhətçisi. Jack Sullivan. Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Məhkəməsi. Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet İşlər katibi Antony Blinken. 2021 yıl 3. ayının 18. 19. günügəcə Amerika Qoşmuş Ştatlarının bir ştatı, Alyask ştatı da ötküzülgen Cungo Amerika söhbeti de, yani Prezident Joe Biden Aksaray'a kirip hizmet başlayan dəstləpki çağda ve Cungo bilen ötküzülgen dəstləpki söhbette bu iki nefer Prezident Joe Biden hükümetinin yukarı dercilik emeldarı şundak dediği ki Uyguristan Cungo'nun işki işemez. Uyguristan meselesi herkes Cungo'nun işki işemez. Biz sizlerge verdi bedik. Buna kaçan iki vatandaş Uygurlar körüp yetkişe, bilip yetkişe, tekiği berip yetkişe. Toxtamay sözleyimiz vatandaşlar. Şuna her güne bir parça leksiyasiler sözleyip durumuz. Bugün kişi gayri bir isim bilen bir torbeti ilan kıptı. Şu torbetinin tayarlanan video film iken bu torbetinin ismi Now haberleri, İngilizce'deki Now haberleri iyi değildiken bu film işlenip YouTube'a koyup verilgen iken bugün sizlerge yetkizimiz. Allah halısı ete BBC radyo televizyon şirketinin haberini anlatımız. Bununluk alaylık nime desiniz, ben başına ahırda vatıman hazır. Her kaysı matbuat orullarının, medya organlarının, habertar katkışı, muhbirlarının haberi ki, farklarını, okşunmaz çıktı. Mesela sizlerge şunu tapşırır. Şunun bilen asıl negizlik meselenin kandak ahvalda, kandak işpadılışını, vatandaşlarına bilip kalışını, ümit kılış bilen muşun sözlep oltırıptım ben vatandaşım. Bugünkü haberimizde söhbet başlandı. Antony Blinken Tayvan, Hong Kong meselesiga dikkat qiladiganligini bildirdi. Yangichi Amerikaning ichki ishlari aralashishini rad qildi. Mavzuli xabar 2021 yil 3. ayning 19. kuni YouTube'da e'lon qilindi. Mavzuliq video film 3. ayning 19. kuni YouTube'da e'lon qilindi. Abduri Now xabarlari. Yönünüzme başkarap durana söhbet başlandı. Devlet İşlər katibi Antony Blinken Tayvan, Hong Kong meselesiga dikkat qiladiganligini bildirdi. Bu to'g'ri film video işlagich to'g'ri film Xitoy tilida ishlangan video film Xitoy tilida video film ishlaydigan to'g'ri kanali. Bu yerda qanday burumlab dikkat qildingizmi? Eğizli etiş bilenle, yığın başlanış bilenle tönce kıtım sözlügen cümle ve söz ibarede Amerika Qoşmuş Ştatlarının Devlet İşlər katibi Antony Blinken şuncaq dedi, Şinjan. Yani bizden tilimizde müstemlik Uyguristan. Andın Hong Kong. Andın Tayvan. Muşunda Katar tizdi. Biz bunun deyinki sözlügen sözümüz ve leksiyelerimizde biz Devlet İşlər katibi Antony Blinken'in söz uslubu ve nutuk iktidarı uslubu boyunca ağızdan çıkan söz kandak bolsa şunda kalımız vatandaş. Herkes bu Xitayning medyaları, Xitayning tor betleri ve yaki video filmlerde asın üstün kılmayımız. Şuna bir yerde mukumlaşkan ibare nime? Bu Devlet İşlər katibi Antony Blinken'in ağızdan çıkan söz yığın etiliş belirli Şinjan, Hong Kong, Tayvan vatandaşı. Tertip şu.
Video film mundaq başlandı. Söhbət başlandı. Antony Blinken Tayvan Hong Kong meselesiga diqqat qiladiganligini bildirdi. Yang Jiechi Jungoning ichki ishlariga aralashishni qat'iy rad qildi. Amerika Jungo diplomatlar qatlamida Alyaskada uchrashdi. Amerika Jungo diplomatlari yuqori darajali qatlamda Alyaskada uchrashdi. Şu yer vaqt 2021 yıl 3. ayının 18. gündən 19. günügacha iki devlet Amerika Jungo söhbəti Alyaska ştatida ötküzüldü. Amerika tarafdan söhbət vekilleri Devlet İşleri Katibi Antony Blinken, Aksaray Devlet Bexatarligi Məsləhətçisi Jack Sullivan söhbətə qatnaşdı. Jungo tarafdan Jungo Kompartiyasının yuqori darajali diplomati siyasi büroning a'zosi Yang Jiechi, Devlet Mahkemesining a'zosi qo'shimcha tashqi ishlar ministri Wang Yi qatnashdi. Tunji qatam o'tkazilgan bu suhbat 18. günü tushdan keyin boshlandi. Suhbatda birinchi bo'lib Amerika taraf mundaq ko'rsatdi. Jungoning haddi harakatlari bütün yer shari tartibiga tahdid soldi. Amerika Qo'shma Shtatlari yer sharining muqimligini qo'g'daydi. Biz bugun o'zimiz ansirayotgan mavzularda muhokama olib boramiz. Jumladan Xinjiang masalasi, yani Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi, Tayvan meselesi ve bu joylarda Jungoning haddi harakatlari meselesini muhokama qilamiz. Amerikaga internet hujumi qo'zg'ash bizning ittifoqdoshlarimizga Jungoning iqtisodiy zo'ravonlik qilishi, bu harakatlarning hammasi butun yer sharining muqimligini qo'g'dashda, prinsipni asos qilgan xalqaro tartibni qo'g'dashda tahdid elib keldi. Bu ishlar ichki ishlar masalasi bo'lib qolmasdan, diqqat vatandosh. Bu ishlar ichki ishlar masalasi bo'lib qolmasdan qanday o'zgartibdi? Diqqat qiling. Bo'lib qolmasdan biz nima uchun bu masalalarni bu yerda o'tirib qo'yganligimizni, qo'yish majburiyatimiz bor deb hisoblaymiz. Nima uchun? Shundan majburiyatimiz bor deb hisoblaymiz. Men shundoq degan edim. Amerika Jungo munosabati raqobatlashishga to'g'ri kelganda raqobatlashimiz. Devlet İşleri Katibi Antony Blinken davatini juma so'zini davomlashtirib. Men shundoq degan edim. Amerika Jungo munosabati raqobatlashishga to'g'ri kelganda raqobatlashimiz. Hamkorlashishga to'g'ri kelganda hamkorlashimiz. Qarshilashishga to'g'ri kelganda qarshilashimiz. Biz talash tartish qo'zg'amaymiz deb so'zni boshladi Amerika Qo'shma Shtatlari suhbat vakili Aksaray Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan. Lekin Amerika keskin raqobatga qarshi oldi. Shundaqla biz prinsipimizni qo'g'daymiz. Xalqlar va bizning do'stlarimizni qo'g'daymiz. Jungoning suhbat vakili Yang Jiechi bu so'zga qarshi mundaq dedi. Amerikani ayblab mundaq dedi. Harbiy va moliya kuchidan foydalanib boshqalarni Jungoga hujum qilishga ilhomlantirdi. Davlat bexatarligi hukumini qalaymagan ishiltib, xalqaro sodining kelgusiga tahdid soldi. Amerika shunday qildi da'vatida Jungoning suhbat vakili Yang Jiechi. Yang Jiechi qayta sharhlab mundaq ko'rsatdi. Xinjiang, yani Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan Jungo territoriyasining ayrilmas bir qismidir. Jungoning ichki ishlariga aralashishiga qat'iy qarshi turdi. Amerikaning so'q munosabatlar urush tafakkuridan va qarshilashdan voz kechishini umid qiladi. Ko'rdingizmi? Ikki qatim biz leksiyada so'zildik. Xuddi shunday torbetlar ishlagan video filmda birinchisi nima dedi? Xinjiang, Hong Kong, Tayvan
bu Jungo'nun ichki ishi emas, deb ko'rsatdi davlat ishlar kotibi Antony Blinken Alyaska suhbatida. İkinci qatimda shu sizlarga men so'zladim leksiyada. Qandaq elinde cümle? Xinjiang, Hong Kong, yani Xinjiang, Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan herkes Jungo'nun ichki ishlari emas. Hozir bu yerda bu nav xabarlari nima deyapti? Bu ishlar ichki ishlar masalasi bo'lib qolmasa, qanday o'zgardi degan vatandoshim, sezgörlük mana bu yerda diqqat qiladigan nuqtangiz mana bu yerda. Lekin esingizda bo'lsinki, Alyaska suhbatida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken, shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari Oq saroy davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan o'xshashlar Xinjiang, Hong Kong, Tayvan. Xinjiang yani Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan herkes Jungo'nun ichki ishi emas. İkinci bir aytilishida Xinjiang yani Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan herkes Jungo'nun ichki ishi emas. Mana bu so'zni esingizda ching tuting, lekin bu leksiyani biz davomli so'zlab turamiz vatandoshim. Armaymiz, talmaymiz dedik-ku, ana shunday vatandosh. Bugun leksiya deydi, yangidan paydo bo'lgan bir so'z. Prezident Joe Biden nima dedi masalan? Dediki, Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi urush masalasida Ukraina qaytarma hujumga zo'r g'alabalarni qo'lga keltirdi, lekin o'sha jarayonda o'rtadagi masalani Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urush masalasini hal qilishdan bir loyiha tinch yo'l bilan hal qilish, yoki suhbat bilan hal qilishdan iborat bir loyiha o'rtaga chiqadi. Diqqatchimi? Siyosatga sazg'ori bo'lamiz vatandoshim. Diqqatchimi? Mushning taraqqiyotiga keyin qaraymiz. Ondan bugundan aytganda, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining diplomatlarining yig'ini, masalan, Bengalning Jakarta shahrida chaqirilgan yig'in qatnashdi. Yig'in aralığında davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungo'ning diplomati Wang Yi bilan ko'rishdi. Jungo'ning diplomati Wang Yi Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdi. Vatandoshim.